Assalomu alaykum, hurmatli Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan obunachi va kuzatuvchilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasida yosh futbolchilar bilan futbol akademiyamizdagi qurilish jarayonlarini ko'zdan kechirish uchun tashrif buyurmoqdamiz. Bu yerda ikkita polya bo'ladi. Bir tomoni sun'iy, bir tomoni tabiiy. Sun'iy polyamiz xudo xolasa bir 25 kun bir oylarda tayyor bo'lib qoladi. Tabiiy polyamizni o'ziga yarasha ozginaligi chimni o'stirish vaqtlari bor. Bu xudo xolasa bu 25 kunda, 30 kunda bu yer tayyor bo'ladi-yu, lekin 6 oydan keyin bu yerda foydalanish mumkin bo'ladi. Chim o'sib chiqib o'ziga kelib olgunga.